Ayni vaqtda Sirdaryo tuman hokimi Turdimurodov Azbek Muhammadqulov Sirdaryo tuman Baxt shahrida joylashgan Turon tantanalar saroyiga tashrif buyurdi. Bundan ko'zlangan maqsad Sirdaryo tumani fuqarolarni anchadan buyon qiynab kelayotgan muammolarni o'rganish va joyida hal etish. Sayyor qabulda bo'layotgan barcha ma'lumotlar va tafsilotlar bilan Sirdaryodan gapiramiz kanalda batafsil kuzatib boring. İkinci guruh nogironi oldin yordam berilgan. Yana yordam so'rab keldim. Xudo xolasa mana qanaqa yordam aynan bilsam bo'ladi? Operatsiya. Daliqa segma ichak bo'yicha oldindan viloyat hokimiga uchrashganman. Ham o'zimizning hokimiyat tomonidan Sirdaryo tuman hokimi tomonidan murojaatlarimiz hal bo'ldi. Toshkentda Zhikovskiy больницada yotib operatsiya qilindi. Birlamchi operatsiyasini yana qildi. O'zi 5 marta bo'lgan. Qilindi, lekin yana yorilib yoriq bo'lyapti. Bundan mana mutasaddilar bilan gaplashib, xudo xolasa mana Begzodjon tibbiyot birlashmasidan Begzodjon yordam beramiz deyishdi. Xudo xolasa qarab turmaymiz deyishdi. Shu hokimimizga rahmat, hokim buvaga, mahalla raislarimizga rahmat. Qolaversa mutasaddilarga rahmat. Shuncha Nima murojaat bilan keldingiz? Assalomu alaykum. Opacham pensiyalar haqida murojaat bilan keldim. Ya'ni nima bo'layotgandi pensiya? Yo'q, buni pensiyani bir 3-4 yildan beri qila olmayotgandik. Keyin shu bugun yig'ilish bo'ladi deb aytishdi. Shunga kelib murojaat qildim. Hozir hal qilib berishdi. Endi Xudo xohlasa ertadan bir 10 kun pensiyada yotadilar. Lichenalarni olib, o'zlari hamma xarajatlarni ko'tarishar ekan. Keyin pensiyaga chiqarib berishar ekan. Hokim bobomizga juda ham katta rahmat aytamiz. Mana shu ancha 3-4 yildan beri qila olmayotgan ishimizni mana joyida yechimini yechib berdilar. Katta rahmat. Deyapti. Qurilish bo'yicha bo'lish kerak-ku. O'shanga yangi uylar dedilar, endi ular o'rganib chiqishar ekan. O'sha qiyshayib to'kilib yotgan uyimni bilmayman, nima qilamiz endi. Hal qilamizmi? O'g'limni yozib olishdi. Bilmayman endi yotqizadim, balsaga yo'qmi tushunamizda. Ko'ramizda bolajon. Xudo xolasa hal bo'ladi. Siz o'tmaysizmi biz uyimizga bir? Xudo xolasa o'tamiz. O'ting. Albatta. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi Xudodan avvalo. Bolam tuzalsa bo'ldi. Xudo xolasa. Yaxshi bo'lib ketsin, to'ylarda, bayramlarda ko'rishni xursand bilan ko'rish nasib etsin. Masala bilan keldingiz, opa? men masala kam ta'minlangan oilalari o'sha remont bo'yicha shu masalada keldim. O'zlari murojaat qila olmaydi, uylarda nogironlari bor edi va shu anonda keldim. Hozir mana Xudoga shukr yetib keldik. Uchrashdik. Men juda ham ijobiy oldim. Bu taassurotlar ijobiy, chunki hammani eshityapti hokim bobomiz. Umumiy aytganda tuman rahbarlari hammani eshityapti. Birday eshitish. Xudo xolasa siz olib kelgan o'sha yaqinlaringiz, deylik, qo'shningizdek, dilga yaqin insonlaringiz muammolari hal bo'ladi. Ijobiy o'sha uylarda, to'ylarda, bayramlarda, xursandchiliklarda, yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Xalq dardi bilan yashash eng oliy vazifamiz. Bu Sirdaryo tuman hokimining sayyor qabuli edi. Batafsil tafsilotlar bizning kanalimizda. Sirdaryodan gapiramiz kanalini doimo kuzatib boring. Eng so'nggi yangiliklar. Salomat bo'ling.